Omoqchi vaqdaşlar, bugungi hikoyamiz Shayton bilan Aldar. Bir kuni Shayton bilan Aldar Quinlan tog'iga qarab birga safarga chiqibdi. Ular uzun yo'l mangibdi, heribdi, ichibdi. Oxiri bir tog'ning bag'rida dam olibdi. Qarsa bir qollik oltin turg'udek. Bu oltinni har ikkisi tangli ko'ribdi. Shayton darhol yiliqi oltinni olmoqchi bo'ldi. Aldar shaytonning oldini to'sib mundaq debdi: "Bizning qoidamiz bo'yicha qimmatli dunyo uchirsa, kimning ishi cho'ng bo'lsa, shu oladi. Ikkimizning qaysimizning ishi cho'ng bo'lsa, shu olish kerak." Shayton: "Men seningdan cho'ng" debdi. Aldar: "Yo'q, seningdan men cho'ng" debdi. Mushundaq talishib bir fikrga kelisholmabdi. Oxiri Aldar shaytondan: "Sen qachon tug'ilgan?" deb so'rabdi. Shayton mundaq debdi: "Men tug'ilganda yer qo'shiqdek, oy o'shiqdek, kun mushukdek bor edi." Bu gapni anglab, Aldar qulog'ini tutib qattiq yig'lashga boshlabdi. Shayton Aldardan: "Nimishqa yig'laysan?" deb so'rabdi. Aldar: "Sen degan u chaqda mening ikkinchi o'g'lim o'lib ketgandi. Shu o'g'lim yodimga kelib yig'layapman. Demak, sen mening shu ikkinchi o'g'lim bilan tang yoshda ekansan" debdi. Shayton bu gapni anglab o'zini kichik hisoblabdi-da, g'ing-ping qilolmabdi. Oltinni Aldar elib ketibdi.